Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugungi videomizda yangi qurol qo'shildi. Minecraftga original versiyasiga yangi qurol qo'shildi. Mana shu qurol, agar mana shu qurol kerak bo'lsa, Minecraft versiyasiga mana shu qurol kerak bo'lsa, mana Telegram kanalimga o'tib Alifuzbi channel qaranglar. Yaqin yaqinda 18-oktyabr kuni olinayotgan bu video shunga tashab qo'yganman do'stlar. Mana shu Minecraft yangi versiya chiqdi. Full reaksiya versiya 1.21.130.20 versiya. Xuddi shu versiyada mana shu qurollar qo'shilgan. Tanga anu yana bitta chig'anoqli hayvon ham qo'shildi. Keyin anu har xil narsalar bo'ladi o'zi. Shular qo'shilgan. Короче, sizlar o'tib mashqga topib olasizlar do'stlar. Havolasini aytadigan bo'lsam, tak deydi. Kanal havolasi mana Alifuzbi oraga solib qo'yamiz. Mana shu havola orqali bemalol qo'shila olasizlar. Do'stlar, obuna bo'linglar, tez videoga like bosinglar. Go do'stlar, qani nechta odam shuni orqasidan kelarkan. Agar mana shu kerak bo'lsa, bemalol tekinga, mutlaqo tekinga buni o'zi o'tkazishga qancha vaqt ketdi? Mutlaqo tekinga yuklab olsanglar bo'ladi. Hozir endi Minecraft'imizni obzorini boshlaymiz. Va shu Minecraftga kirdik do'stlar. Biz tayyor bo'ldik. Faqat qo'shilgan narsalarni endi obzor qilib chiqamiz do'stlar. Birinchi ochirda mana shu qurolni ko'rgisi kelib sog'inganlar uchun bu urin oladigan o'sha mashhur taxminan bir hafta ichida mashhurlikka erishgan mana shu qurolimiz. Shu qurolimiz bizning eng kuchli qurol bo'lib, dunyodagi barcha narsani qirib tashlashga ega qurol. Va uni hozir ko'rsataman. Va mana o'sha qurollar misli, temirli, oltinli, olmosli, nezritli mana do'stlar, tez bizga obuna bo'linglar va biz tezroq yaxshi narsalar chiqaramiz. Go do'stlar. Endi bilan urin olishga ko'rmoqchi bo'lsanglar, tak. Buni men bu urushni bosar ekansilar mana. Bunday qilib kelib, короче, qancha tez yurishadi. Keyin Minecraft yangi narsa qo'shgan, men bu yoniga kelsanglar, ana orasida narsalar qo'shiladi. Bu undan oldin anaqa bilgan bo'lsanglar, qamishga qo'shiladi, ana shakar qamishga. Uni ko'pchilik ko'rgan bo'lish kerak. Bitta hozir ana meni bolalarim bolalarim nima? Mana mening mollyuskalarim mana men ularni boqib qo'yganman. Bunday qilib kelsa, ana xira bo'lib orasidan narsalar ko'rinib turibdi. Uni oldin shakar qamishga qo'shishdi. Kim eslagan ekan o'sha shakar qamishga qo'shilgan. Tak keyingi narsalar bizda birinchi ochirda men hozirda men bu narsalarni ko'rsatmay turay. Mana baliqchani mana shu baliqlarini ko'rsatay, tuxumini. Va mana bu har doim yangi tuxum qo'shilgan, oxirgi qo'shiladi. Va mana o'sha yangi tuxum. Tak, короче, opto'da yonarkan, qurulida yonarkan, hammasi mana buni salto yonmaskan, lekin o'lib qolarkan, qurib. Zo'rg'a, vav. Zo'rg'a mana bu og'zini. Короче, endi mana bu narsalarni qiyqazib ko'ramiz. O'lyapti. Ko'rasizlar, endi havo yetishmayapti becharaga. Mana suv ochib berib qo'yinglar. Tak, menimki turbo shekil narsa qilib qo'yishga cho'miltiramiz. Tak, bizning video mana shu joyda tugashyapti. Qaranglar, mana Nautuyesni. Короче, mana shu bacha mana shu narsani kiyib, короче, buni qanaqa qilib o'zingizga o'rgataman desanglar, mana shu yep, mana
temi bo'lsa, sizlar ovqatlanadi, g'am qilib yeydi, keyin yurechalar chiqadi, yana bitta felni bosib, keyin oppenni bo'lsa, sizlar короче chak qanu. Minish kerak endi, minish kerak. Ana bundoq qilib amir bossanglar, ana chotki qilinadi. Keyin uni mini bo'lmayapti-yu. Tak, endi kiyimini almashtiramiz. Yep. Almashtirib bo'lmadi. Tak, endi zombisini qo'yib ko'ramiz. Zombisi o'rganish qiyin bo'ldi. Rosa tak bu yoqqa. Hozir ovqatlansin. Ana, o'rgandi bizaga. Tak, yon ketma. Bunga nezritni kiyg'azamiz. Ana, nezrit qora bayram mana, qora bayram. Tak do'stlar, keyingilar короче mana shu hammasini kiyg'azib ko'rmoqchiman. Sizlar bolachasi bor ekan. Yo! WhatsApp bolasi qani? Tak ularni ovqatlantiramiz, katta bo'ladi. короче boladan katta bo'lib, keyin anita ikkitalar bo'lib kattalashib, ovqat ye, chiqib ketma. Hozir o'lasan. Tak, bunga olmos kiydirtiramiz. Tak, ana, chotki. Tak, bunga endi nima qoldi? Temir kiydirtiramiz. Xonim, men bacha o'lyapti. Ana, bechara o'ldi. Vau, ichidan olmos chiqar ekan mana qilib. Olmos ana kiyimi chiqdi. Tak. Короче, hammasi zo'r tushadi do'stlar. Obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Qani, mana nima deydi, niyatimga amalga oshirarmikinsizlar? Mana ko'rgan like'larim videolar bo'yicha 10 ta, 5 ta, qani bunga 50 ta like yig'ilsin, chotki bo'lardi boru. Mana shu meni eng ko'p like yig'ilgan, eng ko'p odam ko'rgan video bo'lishiga ishonaman. Do'stlar, qani obuna bo'lib tezroq videoga like bosinglar.